راسبي بها مشرق Anlamadım dimangla. Bugün Şinjan Televizyon Stansiyası Meşrep programısidagi taqatlarimiz yurtimiz Qashqarga kelib, Qashqar g'unchilari mashribini suratga olmoqchi. Bora, to'xta, harmaqib uyga o'tiribsiniz, to'xta. Tamam. Ana qaysi top kiyman? Giremda kızım kesler canım kızım. Ana yarashtimi? Shunda chiroyli yarashdi ham kızım. Ana aslim tezroq chatdinsizlar, kechikib qolmaylik yana. Voyjon, voy chiroyli qizimni o'ylab ketdimmi? Bu mashrabga cho'ng kichik hammalar qatnashsak bo'ladi ekan. Har qaysi noya Yüzü bazarlarının balları keldinler mi? Şehirlik balılar keldinler mi? Hem şiirinla hem beylem Mirsap Bakan bilen bayrağı adamın aldığı çıkaylı. Bugün azizana Qashqarda mashrab. Yeni yildagi tunji mardona qadam Qashqardan boshlandi. Yeni yil, yeni yosh Qashqarda qutlandi. Muborak Qashqar, yeni yilingga, yeni davroningga muborak. Assalom Qashqar. Assalom tonish mahalla, tonish chiroylar. Assalom balalar. Bugün sizlar uchun hazırlangan mashrab dasturxoni bilan yangi bir yilga, yangi yildagi yangi son mashrab quchoq ochdik. Merhaba yangi yil, merhaba mashrab. Tirishchanligimiz bilan cho'nglarimiz uchun, bolalarimiz uchun, avlodlarimiz uchun yangi bilim, yangi xushalliqlarni baxsh etgaymiz.
çıksa, meşrep görmegen er emas. Meşrep görmegen yer emas. Meşrep, elni cem kılıdığın, yoklu bar kılıdığın, ağzını cık kılıdığın barikat dostğını. Meşrep o yurtның obro'y inovati. Bugün Qashqar Saman guruhi azizona Qashqarning chechan chapdas ballari uchun ming turlik to'qa chiqib, 70 xil tomoq etib, ballarimizni mashrab ko'rsin, bilmaganni bilsin, ko'rmaganni ko'rsin deb, ajdodlarning an'anasiga voris qilsin deb, madaniyat o'rgansin, bilim tarqasin deb dasxon soldilar. Cho'nglar balalarni itilab, balalar cho'nglarga erkalab, mashrabga jam bo'ldilar. Ay xaloyiq, sahnimiz o'z egalarini saqlab qoldilar. Assalomu alaykum ata ana urug' tuqqanlar, o'maq balalar. Bugungi mashrabimizningki Mirshabigi Muhammadjondan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Assalomu alaykum jahonga mashhur azizani yurt. Assalomu alaykum ani yurt ahli. Qizinglar Mahira Abdug'aniydan hammanglarga sig'inishli salom. Bugungi mashrabimizga Qashqar Saman sayli sayohat guruhi bosh bo'lib bizlarni mashrabga taklif etdi. Uningdan boshqa Qashqar shaharlik 8-boshlang'ich maktabdagi o'quvchilarning ajrida ro'yobga chiqqan nomerlar orqali bugungi mashrabimiz o'zgacha tusga kirdi. Biz bugungi mashrab munosabati bilan ko'pni ko'rgan, shiraqni ko'zlagan cho'nglarimizga, o'qituvchi ustozlarimizga obrin aytamiz. Xo'sh, Mirshab, bugungi mashrabimizning yigit beshi kimkin jakarlab bering. Bugungi mashrabimizning hurmatga sazovor yigit beshi bo'lsa, el söygen, elnimi söygen, ustoz san'atkorimiz Oblikim Ro'za efendim. Muborak bo'lsin hurmatli yigit beshi. Assalomu alaykum, hurmatli yurt kattilari. Ata-onalar, qadrli saboqdoshlar, barliq mashrab ahli, kelgan qadiminglarga marhaba. Men bugün yaş qo'nchilarimiz uchun o'tkazilgan mashrabimizning 25 bo'lganligimdan intayin xo'shalman. Hammaga ma'lum, azizona yurtimiz Qashqar tarixining uzunligi, madaniyat miroslarimizning mo'lligi, hozirgi zamon ilg'or madaniyat taraqqiyotimizning tezligi bilan dunyoga mashhurdir. Mana shundoq kat so'rinlar orqali qoida, adab, axloq usullarimizni farzandlarimizga o'rgatish, ham ular orqali keyin kerak miros qoldirish biz ota-onalarning yuksak majburiyatimizdir. Bugungi bu mashrabimiz barliq yosh qo'shnilarimiz uchun unutilg'isiz bir dars bo'lib qolg'isi. Qani Mirshab, mashrab boshlansin. Bosh ustiga yigit beshi. Xo'sh, unda bo'lsa, mashrab boshlandi. Ey oğul, mendin öğüt, nasihat al, edeplik ve tertiplik bol. Ta ki el içinde ulug' alim bulup, edep ve ilim hikmetlik bol. Alimdir dünyanın, insanın cemi. Alimdir dünyanın, insanın cemi. Alimler alimni, bilirler kadrini. Alimler alimni, bilirler kadrini. Yurtimiz alimni, edebnin kani. Ahirlen dünyada Mahmud Bedini. Yarıklar ilimden ahlak bedeni, ahirlen dünyada Mahmud Bedini. Şerrik bilim dünyası süreci şunca saf, şunca nurane.
ellimiz. Umaq balalar, Mübarək 2014 yılını sizlər üçün tayyorlanğan katta məşrifimiz bilan qutluqlayatımız. Albatta bizning bugungi vazifamiz oldi bilan o'zimiz amal qilish, anandan keyin sizlarga o'g'itish bo'ladi. Shunga bugungi mashrabda aytilayotgan har bir ig'iz so'zga, o'ralanayotgan nomerlarga obdan san qo'yinglar bo'lamdi? Ha, yaxshi. Cho'nglarninki balangni maktabga ba, mashrabga ba degan gapini anglagan bo'g'iytinglar? Xo'sh, qani unda bo'lsa, hammanglarning diqqati bizning ekranimiz bo'lsin. Mashrab darsligimiz hozir rasmiy boshlandi, ha? Bo'lamdi? Men keldim dada. Ha, bola. Qani menga ko'rasizlar? Assalomu alaykum. Bola. Bizning qoidamizda kichiklar cho'nglar bilan kurashganda chiqqilab ko'rishimiz. Ha, menda qilib adabsizlik bo'ldi. Qaytib ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oldu. Ulan bu imtihanlara kulumuzu yuqa vaxtımız kulumuzu silkisek su şaçırap kes edepsizlik oldu cimay. Kollarını sıktı vasıla. Kollar bunun bəslə. Ne nasıl? Xo'sh, balalarım. Ko'rdinglarmi? Assalomu alaykum deb ko'rasa, nima deydi ekanmiz? Alaykum assalom. Ha, yaxshi. Buningdan keyin boshqalar bizga assalomu alaykum desa, biz cho'qib va alaykum assalom deb javob qaytarishimiz kerak. Cho'nglar bilan qanday ko'rishni ko'rib olgansizlar? Ha, yaxshi. Endi biz qizlarning yana boshqacharoq bo'ladi. Qizlar cho'nglarni ko'rganda cho'qim oldi bilan assalomu alaykum deyishdan sirt yana oldiga yugurib berib, yuz yiqishib ko'rishadigan odatlarimiz bor bolalar. Bu bizning o'rib odatlarimizning ichidagi to'limi chiroyli bo'lgan, yiqishlik bo'lgan salomlashish odati. Xo'sh, Mirshab, bizning bolalarimiz to'limi aqlliq. Qashqardagi bolalar Qashqa yurishlik sanamlarga varislik qilgandan sirt yana Chini taxt usuliga muvarislik qildi. Endi biz bu omoqlarimizning shu mahoratidan birga hozirlanaylikmi? Qani, hammamizning diqqati shu bolalarimizni bo'lsin.
Balalar, mana qish faslimi kep qoldi, qishliq ta'til kuninglarga az qapti. Sizlar ta'tilda qanday o'yinlarni o'ynaysizlar? Sen de baqa? Talaşı qo'yib kompyuter o'ynayman. Sizchu? Uyda kitap ko'rman yoki televizor ko'rman. Bu bo'lmabdi. Sizchu? Meni apa talar sovuq deb chiqqani qo'ymaydi. Bu bo'lmabdi. Sizlar talaga chiqmasanglar, tabiatdan yiroqlashib ketmamsizlar. Uydan chiqmay televizor, kompyuterni ko'raversanglar, og'rib qolsizlar-da. Esimni qilishcha Mirshab, biz balalik vaqtlarimiz shunday ko'p o'yinlarni tepib o'ynay olaydik. Masalan, biz qizlar mehmondorchilik o'ynaydik, uydan chiqish imkoniyati bo'lmagan ahvol ostida, kitobni ko'ratdik, uningdan boshqa do'stlarimizning uylariga kirib qo'shnilar ara berish kelishimiz ko'proqdi. Qo'shnilarimizning bolalari bilan o'ynaydik, tepkish o'ynaydik. Ish qilib tepib o'ynay oladigan o'yinlarimiz bak ko'pdi. Mirshab akalar qanday o'yinlarni o'ynaydigan bo'lg'aydi? Biz yigitlarmi qish vaqtlarida talaga chiqib top o'ynaydik, gagachuk o'ynaydik. Hiç bo'lmasa qartayinib o'ynaydik, yo bo'lmasa chan o'ynaydik. Nurg'un o'yinlarimiz bordi-da. Shu. Lekin hozir bolalarimiz sizlar uy bilanla bo'lib, sirtlarga chiqmay, kompyuterga bog'lanib yoki bo'lmasa telefonga qarab o'tirsanglar, ko'zinglarga yaxshi emas. Shunga bundaq nachar odatlarni tashlab, televizorni ko'ringlar, lekin bek uzun bo'lib ketmasin. Topshiriq ishlanglar, kitob qaraydigan vaqtni bek uzun bo'lib ketmasin. Hammani tangshab beringlar. Bo'lamdi bolalar? Ata-onalarimiz balalarımızga köprek köngül bilayli. Ulanınki sağlam, bexatar oylarni oynashiga haydakchilik qilayli. Balalarımızda talağı çıkma, talağı soğuk, xatarlikda balalarımızın qiziqishini, erkinligini cheklab qo'ymayli. Balalarimiz her zaman bizning hamroh bo'lishimizga, mehr muhabbatimizga muhtoj. Xo'sh balalarım, unda qo'sa bugun ko'nglinglar echilg'idak o'ynanglar. Bugun sizlarni hech kim to'sanmaydi. Qanday? Ko'ngillik o'ynamsizlar? Ha, yaxshi.
Assalomu alaykum bolalarım. Alaykum assalom baba. Nim bo'ldinglar bolalarım? Yig'labsizlarmi? Biz qora quşlarım oynaydigan toq. Balalarimizni raqiblar tortib oldi. Balalarimizni qo'g'diy olmay, raqibga yem bo'lganimizni nasrat chekyapmiz baba. O'ynayotganinglar mayli o'yin bo'lsin, mayli amaliy harakat bo'lsin. Buning uchun oldi bilan birdek ittifoqlashish ruhini yetildirish kerak. Har bir ishda bir niyat, bir maqsadlik bo'lishi, sabda mazmur tonish kerak. Baba, nihoyatda yaxshi ta'lim berdingiz. Biz bundan keyin siz degandek qilamiz. Balalarımızın hoşallığını görüş biz ata-analarning mengülik armanımızga. Balalarımız külse külü dikenmiz, ular yığılsa yığılaydı dikenmiz. Hayatlık can tomirimiz balla olan tang sokudu diken. Bayıdım beri kişilikimni eslab kaldım. Kiçik çağlarımda atam anam bazadın yangını da toy tekillerden kaytkında yancıkları tatlı turumlar lık tollap ep gelip berse. Muşundaq yaxşı näsler ata-anamның yancıqı davamlıq bolduğan oxşaydı dep oylap qaptı ekenman. Mana endi men mu dada bolup aşındaq yaxşı näslerni yancıqımga tollap kelip, yemey öz nefsimden keçip ballarım üçün saqlaydigan boldum. Zaman şundaq ekan yigit beshi. Men kuyarman balamga, balam kuyar balasiga deb o'tib ekan cho'nglar. Mana bugungi kundimi biz balam deb avara, ata-onalarimiz bo'lsa voy balam deb biz uchun sakbara. Ko'zimga qaraydigan atam ba, voy balam, voy jinim balam deb kuyib pishirgan anam ba deb hozirgi balla mundaq naqshlarni to'qib o'qiydigan bo'lib ketibdi. Anam meni ay osmonda tummamdı, men osmonda ay bo'lsam, ullar yig'lab qolmamdi. Oy, ting ting ting, ey, tung tung tung, ullar yig'lab qolmamdi. Shundaq, ballarimiz bakma aqlli, bakma chechan. Endi biz umaq ballarimizning baxt to'yingan naqshlardan anglaylik. Tecrübelik ata-analar hemelen bilidi. Balalarımızını bek közü qarab, erki çoğun qıysak, kiyinki aqıcı taz yaxşı bolmaqdı. Mana bu haqda şehrimizning xilvat bir mahallesida bir hikoya yuz bergan. Bu hikoyadan hemelen birlikte baharlansak bo'ladimi? Xo'sh, hurmatli yigitbeshi, bu ochiq saboq hammamizga ibrat bo'lishi uchun buni hikoya qilib balalarimizga so'zlab bermaylimi? Yaqinqi bir zamonda xilvat ma'li makonda yaşaydı iken bir ana kunda bir o't armonda. Murod maqsadlarimga yetib,
bir oğul farzand ko'rsam, yuraklarim yerilib ketami? Voy, yen nim bo'ldi deymi anasi? Kunda bunda g'am ketib o'tirsanglar, o'zanglargami, ma balig'imi yaxshi emas deymi? Voy dadisi, yana shu qiz tug'ib qolarmanmi deb g'ami yeb yig'layaptimi? Qiz bo'lsinmi, o'g'il bo'lsinmi, menga baribir. Biz balamizning sog' salomat tug'ilishini, insofini tilaylik, xotin. Yo'q, men o'g'il kerak. Men o'g'il kerak. Yıkılmanla ötüney, tüp gözümün qarisi. Anlap kalsa koşnular, seturi duanisi. Kızınlarga karanla, kılışmaydı yigittin. Tolkan bulup çaknaydı, bizden baskan izimiz. Degan ekan ko'nglar, o'g'il o'ti boshqacha. O'g'il degan toshar, qiz bu so'g'ashqcha. Qizimizg'u aqlli, hayo bilan cho'ng bo'ldi. Lekin turar yenimda 18ga to'shqcha. Nima bo'ldi jon ona, og'dimi beshingiz? Ucham arjon tizibdi, maqtulga yeshingiz. Ranjidimi jon ona, yoki bizdan dilingiz? Yahya qizim, ay qizim, men nimishqa yig'layman. Tursa sendek bog' gulim, kunduz shon hidlayman. Kunlar o'tib onaning murad tepib telegi, tug'ib rasli bir o'g'il yashiribdi yuragi. Muborak bo'lsin. Nima degan yaxshi ya? Oxirini anglaylik. Voy dadisi qaraslar, bek o'xshaydi o'zlariga. Villiq villiq kuladi, ko'zdagmisan yuzlariga. Bilsen oğlum sen benim yürgümün parisi. Mavukmak anam benim gözlerimin parisi. Oğlan Musa rahmetlik günde şundak deydiğen. Oğul degen ecdad benim hem milletin varisi. Canım ana, can dada, içip ketdi qo'zg'um. Ishlaydigan kechgacha, yali barkan topshiriqim. Opla, ay qizimning qurs qechib ketibdi emasmi? Bo'linglar anasa, gachchit tamoq etinglar. Voy voy dadisi, sizlar bir qo'llari jumlab qolmagandan keyin qizimizga gachchida qilib bir narsa qilib bersizlar. Men ma botir bolamga ega bo'lay. Tatliqini qilib pulmoq chep beraymi yoki sut beraymi o'zlariga bolam? Anam, dadam bolam, yigit bolam. Men-chu, men yeyman. Jiringlar qizim, men sizga o'xshitib bir pul aytib beray. Anı bakkaç oğulni gün dışında pepelep. O oğulmu çoğun boptu, oynap, külüp, erkelep. Yolvaz yürek oğlum var, bu cihanda g'amim yok. Gülençügüm ümidim, bu dünyada kimim yok. Ana! Vay canım balam, ne oldu? Canım balam, nime buldun? Kızdırıp da gözlerim. Cedel oynap geldin mu? İşip kalktı yüzlerim. Canım ana hoş bulay, okum yok meninki. Tursam deymen her vakit, peşim kıla seninki. Mektep tıkıyırakken, bir
ketdim bar buca Boza qildi balilar Bayam uyga yongucha Maqul bulay o'qimas Seni tashlab tuqqanman O'qimaymu jahonda Ishqinlarni boqqanman Qiydimig'in diningni Monumen bar yeningda Seni keyin hajlarda Bankida bul yiqqanman Ona, neymilar deydigansan? Hey anisi bulmedi Ama o gibinla Cahan hazır okşimaz Uşundan etipinla Yapma yolga manidur Okumisa oğlimiz Okuş pek mu evzeldur Hatta buldu gibinla To'g'ri aytdi jannada o'qtalib qoldi Bilimsizlik bek yomon oldi meg'an onamni Men oldimidan maktabda o'qish paytlasgan ana o'qimaycha o'tinib qolayda kelib ketdim. Hey, bir qaras, maktabga cho'qim borsa. Bo'ldi borma maktabga hunariga peshmayaz O'g'il bola deganga 70 kilodan O'qimaydi. O'qitmaymi toza. Anladinglarmi? Yurak parim o'g'lim o'qimayman davatida. Balni qiynab nima qilamiz? Ishqilgan zodi nima maqsadi babi dangla? Jira bolam. Hey, o'qimay nima ish qiladi? Ona deganmi shunday gap qilamda, ha? Jinim dada, o'zlarini tutib asla. Ona, ona. Nadan ana o'g'ilga ko'p umidlar bog'labdi. Erki yigit har yanda o'zi chog'lab o'ynabdi. Hech bir hunar o'rganmay, bir bekorchi bo'libdi, bir yaramas bo'libdi. Ha bolam. Ha nim bo'ldi bolam, nim bo'ldi? Hoca, bunu bir aleymen davamıca bunu. Hey, sen yap bunu vursa, ya çınını vursa. Bak programı ben. Anlamama pul gerek, oturuverdim kıymada. Elip gider cinimni, pul vermeysem avula. Zival canana, bana için ağrısın. Karab bakın elbazıga, korkunuşluk mağula. Bugün oğulları ya pulunu birdi, ya cinini birdi. Fıttırıp etkendiken pulunu beğenmemlik oğağla. Bakamam, vurma tipe bakana. Voy jinim bolam, nemish qima o'ynagansan, nemish qima o'ynagansan? Voy jurikim, voy jurikim. Bana egoy, talar düşmez. Aka, rehim kılın aka. Ana beni kutkusuyla. Ma'qul bolam, ma'qul. Bolamga chiqilmanglar. Bolamning qarzini mana men to'lay, bolamga chiqilmanglar. Mana bolam ma bilazik, mana zanji. Ma o'zikni Allah tutar bolam mana. Kulak tikini masa yetmeydi. Ana bule ana. Mana bolam mana. Voy jon, voy quluqqan, voy quluqqan. Nima ish bo'ldi? Voy nim bo'ldi deyman. Oğul degen idim bir çağda Oğul bugün çıktı mana beşinga Okutmastın bakkan idim pepelep Tupa saldı isit diyen eşimga Kara hutun kızınga Okutkan tok bir obdan Doktor boldu hizda Emme maktar bek obdan Okumagan oğlumcu Bir yarmaz bulduğum Şuna deymen okugan Emme içtin bek obdan Bala emez buldun sen Beşimizga bir bala Sizni bakçem Bakın bulsak koy kala Voy dada, nemish bo'ldi? Qo'lim qonab ketdi-ku. Yana qopala terga o'xshamamdi. Yurtda hamma askerlikka bosh bo'ldi
Endi buni deganning nima foydasi? Ha? O'rniga kelamda bir yaramas o'g'ilni tarbiyalab chiqib, qar yuz bo'ldik-manda. Hey! Hamma gunoh menda. Men onalik qarzimni, farzimni to'g'ri ado qilolmadim. Dadam ayni vaqtda to'g'ri debdi-kan qizim. Bolaning o'g'il yoki qiz bo'lishi muhim emas ekan. Muhimi bolani yaxshi tarbiyalash, odamiylikni o'rgatish, bilimli qilish ekan. Balını okutmasa saat bulmaydı ki. Ana canım ana. Canım ana. Gile ben seni yeme olay. Dada! Ana! Ağaca! Ko'rib turibsizlar ko'pchilik, biz yangi yillik Tunjison mashrabimiz orqali hammalarning yangi yishini, yangi yilini muboraklashdan sirt bolalarimizga adab axloq tarbiyasi, ma'arif tarbiyasi, an'ana tarbiyasi beryapmiz. Albatta, mashrabdagi tashabbusimiz ilg'or madaniyatni joy-joylarga tarqatishdan iborat. Biz o'gitishga, bolalarimizga miros qoldirishga tegishli nurg'un an'ana, urf-odatlarimiz bor. Biz bu jihatda avlodlarimizga qarzdamiz. Qani bolalarim, unda qo'sa davomli diqqatinglar bizning ekranimizda bo'lsin. Mashrabdan iborat bu maktabda sizlar o'rganadigan nurg'un ilmlar bor. Ay qizim, daralar bir piyola choy qo'ysa. Ma'qulaman. Voy bolam, neymiş bu? Ekkasli çaynakni. Choyni shunaq qo'yamdi. Choy qo'yganda çaynakning jo'g'isini piyolani lebik tekkizib turib, asta qo'yamiz. Ovoz chiqarib, so'rib qo'ymaymiz bolam. Choyni bekchib, o'zini qo'ymaymiz. Quyib bo'lib, patnis qilib, ishqi qo'llab sunamiz. Bilib oldim bolam. Bilib oldim ana. Unda bir quyib baqsa qizim. Voy aqlli qizim, men birdan uyini qo'llamasma. Ishqi qo'llab tadlariga sunsi bolam. Rahmat qizim. Assalomu alaykum bolam. Va alaykum assalom. Viloyat ketdim, shunday qasrim desa bildim chiribdi. Biz oydin tomoq etgan. Bunday bo'ldi. Sizlar, sizlar. Canım bolam, iman to'sib qo'yganlar bor. Canım bolam, bizning uy odatimizda qo'shnilar tomoq sungan qoida bor. Voy, qo'shnim, xo'pimizlar. Hech qisi yo'q. Bola kichik emasmi? Men chiqay. Ma'qulamsa? Bolam, bu nega qo'shdan tomoq ichgan rahmat deb olamiz, canım bolam. Ma'qul ana. Allah bolam, bu neymiş? Böyle çıkıp yasla. Dadlarga pitamak qilib yoslari adabsiz ko'p qolmadi bola. Dada hopimizga diqqat qilmay qolibdiman. Hech qisi yo'q bolam. Diqqat qilsizlar. Oila bir maktab, jamiyatmi bir maktab, mashrabmi bir maktab. Bolalarimiz oilada, jamiyatda, maktabda nurg'unlagan ishlarga duchor bo'ladi, nurg'un yangiliklarni o'rgandi. Mana bu jarayonda tarbiyalash, tarbiyalanish, oila, jamiyat, maktabning hammasining bir gavda bo'lib, bularga yordam qilishidan ayrilolmaydi. Barhaq Mirshab, suyimlik ota-onalar, bizning bolalarimiz bir varaq oq qog'ozga o'xshaydi. Bu qog'ozga qanday qurlarning yozilishi oilada bo'lsa bizning mas'uliyatimiz, maktabda bo'lsa o'qituvchi bog'vanlarning mas'uliyati, jamiyatda bo'lsa har soha kishilarning mas'uliyati. Xo'sh, endi biz jahon nomani bolalarimizning ikkinchi oilasi bo'lgan maktabga to'g'rilaymiz. Sinfdagi o'qituvchi o'quvchilarning o'zaro bir-biriga aytishgan yurak so'zlarini anglaymiz.
Ansiraydu çidim Yürer deniz çay izlep Daraxt bo'lay undaqda o'sayigiz bo'y tortib uni hech kim o'ylamas yurmay ig'ir yiqardi daraxtning mudardi bor yog'ochchilar keslaydi yasab parta o'rindu uyga karvat rastlaydi mening yolg'iz o'g'limga o'qitmaydi hammedi o'rmonliqning shoiri yatitraydi qahridi Yolvaslimu adamlar Tutup sular pembilen Yolvas yürer kafesde Elem bilen gam bilen Gül bo'layli emsa gulni uzib tashlaydi Gül bo'layli emsa gulni cho'lga boshlaydi Gül bo'layli emsa gulni uzib tashlaydi Gül bo'layli emsa gulni cho'lga boshlaydi Bu dünyada yaxshi ish yaxshilarga yaralgan yaxshilarning xuslidi Shunga har yon taralgan Doktor bo'lsak bemorni qutqizimiz kinsaldan Alın şair ressamni El suydu ezelden Bolsak muhbir muallim Bolsak dahi kumandan Hizmet kılıp el üçün Kazinimiz şerefşan Bu dünyada yanıla Adem ulug' mehriban Qudrat tapsa pan bilan Bular yurtqa pasiban Bular yurtqa pasiban Bu dünyada yanıla Adem ulug' mehriban Qudrat tapsa pan bilan Bular yurtqa pasiban Bular yurtqa pasiban Bular yurtqa pasiban Mirshad, Xo'sh. Qashqar Saman sayli sayohat guruhining sohibxonligida Qashqar shaharlik 8 boshlang'ich maktabdagi jafokash bog'bonlarimiz, suyimlik o'quvchilarimizning necha oylik ajri mehnatida ro'yobga chiqqan bugungi mashrabimizning oltin damlari to'shib qolay deb qapti. Endi fursatlarimizda gulchay marosimimizni o'tkazib olsak qanday deysiz? Nay, to'g'ri aytdingiz Mayra. Unda bo'lsa biz kelar qatimliq talaylik o'rnimizni bekitib o'tib, anandagi mashrabimizni yana davomlashtiraylik. Kelar navbatlik sohibxon Şinjan Marianna Milliy kashtichilik cheklik shirkati. Sizlarni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Xo'sh, aziz mehmonlarimiz, unda bo'lsa bugungi gul choyni o'tkazib berishga Qashqar Saman sayli sayohat guruhininki bosh lideri Ibrohim Musa apandimni gul choyni o'tkazib berish taklif qilamiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Bütün Şinjan'daki qarindoshlar. Bugun o'smirlar mashrabini o'tkazdik. Budaqi mashrabning eng yaxshi utuqliq bo'lishini umid qilaman. Rahmat ko'pchilikka. Sizlarga rahmat Ibrohim aka. Hurmatli mashrab ahli, ekran oldidagi qadrli ko'rurman do'stlar. Bizning kelar navbatlik sohibxon o'rnimizning vakili xizmat sababi bilan bugungi mashrab naq maydoniga yetib kelanmadi. Xo'sh, u yoqning salomini ekran orqali qabul qilamiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli. Bu qitimliq mashrabchining Şinjan Marianna Milliy kashtilik cheklik shirkatiga kelganligidan biz to'liq xursandmiz.
Muşu münasebet bilen men Şinjan Marianna Milli Kəşflik Çəklik şirketideki barlıq işçi xizmetçilərə vakaleten məşrəb əhlinin yeni yılını qızğın təbrikləymen. Yeni yılda yeni utuqlarını qolluq keltirishini ümid qilaman. Hamda kelar qitimliq məşrəbimizə barlıq aziz mehmonlarning qadam təşrif qilishini chin ko'nglimdan taklif qilaman. Hürmetli meşrep ehli, köpçülüknün yeni yılını, yeni yişin tebrikleş münasebeti bilen uyuşturgan, yani Qashqar Saman Saylı Sayahat Guruhining sayıp halligida, Qashqar şəhərlik 8-ci başlanğıç məktəbdəki cəfakaş oxutuqçu ustazlarımız, söyümlük savaqdaşlarının ortaq əcir mehindədə ro'yobga chiqqan yeni san meşrep programımız bugün huzurunlarda buluvatıdı. Bizning bugungi mashrabimiz orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz bolalarımizga adab axloq tarbiyasi, an'ana tarbiyasi berishni iborat. Mana shunday buyuk maqsadlarda hammamizni bir yerga jam qilgan Soyibxon o'rin, Qashqar Saman Sayli Sayohat guruhidagi Ibrohim aka boshliq barliq ishchi xizmatchilarga hammamiz ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Ham Qashqar shaharlik 8-ci başlanğıç maktabdagi o'qituvchi ustozlarning ajriga opirin o'qiymiz.